Toshkentda yo'l transport hodisasi oqibatida Lacetti ikkiga bo'linib ketdi. Futbolchilardan ayb qidirish xalqimizga xos ish emas, Shavkat Mirziyoyev. Putin Ukraina bilan muzokaralarni Minskda o'tkazishni taklif qildi. Toshkent viloyatida yuk mashinasi yonib ketdi. O'zbekistonda ro'yxatga olishdan keyingi aholi soni aytildi. Rossiyada qonuniy ishlashni xohlaysizmi? Hujjatlar bilan ovora bo'lmang. Biz sizga barcha zarur hujjatlarni tez va qonuniy rasmiylashtirishda yordam beramiz. Registratsiya, mehnat shartnomasi, ya'ni trudovой договор, uydavleniya, Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi viza, professional yuridik yordam, tezkor rasmiylashtirish, bepul maslahat. Hoziroq biz bilan bog'laning. Mutaxassislarimiz sizga mos yechimni tavsiya qiladi. Qonuniy ishlang, xotir daromad toping. Murojaat uchun ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Toshkentning Yunusobod tumanida yo'l transport hodisasi oqibatida Lacetti ikkiga bo'linib ketdi. Holat aks etgan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, hodisa 30-iyun kuni tongi soat 5:10larda Amir Temur Bog'i-Shamol ko'chalari chorrahasida sodir bo'lgan. Lacetti Amir Temur ko'chasi bo'ylab harakatlanib ketayotgan vaqtda o'zidan o'ng tomondan harakatlanib kelgan Kia K5 rusumli avtomobil bilan to'qnashgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Xabarda avtomobilda bo'lganlarning ahvoli haqida ma'lumot berilmagan. Toshkentda fevral oyida yuz bergan yo'l transport hodisasida ham Lacetti ikkiga bo'linib ketgan edi. Poytaxt metrosining quruvchilar bekati oldida Lacetti va C16 Leapmotor to'qnashgan edi. Futbolchilardan ayb qidirish xalqimizga xos ish emas, Shavkat Mirziyoyev. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtirokiga munosabat bildirib, futbolchilarni tanqid qilish emas, aksincha ularni qo'llab-quvvatlash muhimligini aytdi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev 30-iyun kuni yoshlar bilan uchrashuv chog'ida so'z ochdi. Milliy jamoamizning AQSh va Meksika maydonlaridagi o'yinlarini butun xalqimiz bilan bir tanu bir jon bo'lib, katta his-hayajon bilan kuzatib bordik. Futbolchilarimiz FIFA reytingida 5-o'rinda turgan Portugaliya, 13-o'rinda turgan Kolumbiya hamda futbolchilarini Yevropa yetakchi klublarida to'p suradigan Kongo terma jamoalari bilan o'tkazilgan o'yinlar orqali o'ziga tajriba orttirdi. Mundial nafasini his qildi desak to'g'ri bo'ladi. Abbos Fayzullayev va Eldor Shomurodov jahon chempionatidagi ilk gollarni kiritib, xalqimizga xursandchilik bag'ishladi, deydi Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, davlat rahbari terma jamoaning mundialdagi ishtiroki yuzasidan turli fikrlar bildirilayotganini qayd etar ekan. Mamlakat sharafini himoya qilgan futbolchilarga nisbatan ortiqcha tanqidlar o'rinsizligini bildirgan. Lekin vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos ish emas. Aksincha, bugun ularni qo'llab-quvvatlash, ruhini ko'tarish har qachongidan ham muhim, deydi prezident. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev katta g'alabalar hali oldinda ekani, buning uchun futbolni rivojlantirishga yanada keng sharoitlar yaratilishi, bu sohada investitsiya ko'paytirilishini ta'kidlagan. Eng avvalo bolalar futboliga e'tibor kuchaytirilib, mazkur sport umummilliy harakatga aylantirilishi va kelasi yilning yanvarida Saudiya Arabistoni maydonlarida o'tkaziladigan futbol bo'yicha Osiyo Kubogiga tayyorgarlik hozirdan boshlanishini aytib o'tilgan. Biz jamoamizga ishonamiz va ushbu musobaqada ham butun xalqimiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Putin Ukraina bilan muzokaralarni Minskda o'tkazishni taklif qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan ehtimoliy muzokaralarni Belarus poytaxti Minsk shahriga o'tkazish mumkinligini bildirdi. Bu haqda Rossiya yetakchisi Butun Rossiya davlat teleradio kompaniyasi muxbiri Pavel Zarubinga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, agar tomonlar muzokaralar bosqichiga yetib kelsa, bu borada Belarus imkoniyatlaridan foydalanish mumkin. Rossiya yetakchisining eslatishicha, 2022-yilda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi dastlabki muzokaralar ham aynan Minskda boshlangan. Shuningdek, u Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bahsli masalalarni tinch yo'l bilan hal qilishga qaratilgan har qanday tashabbusni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirayotganini qayd etgan. Ma'lumot uchun, joriy yilning 4-iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vladimir Putinga ochiq maktub yo'llab, mojaroni hal etish yuzasidan muzokaralarni 3-davlat Shveysariya, Turkiya yoki arab mamlakatlaridan
yillardan birida o'tkazishni taklif qilgan edi. Zelenskiy Moskvada muzokara o'tkazishdan bosh tortgan. Putin esa hozircha Ukraina prezidenti bilan shaxsiy uchrashuv o'tkazish uchun asos ko'rmayotganini bildirgan. Toshkent viloyatida yuk mashinasi yonib ketdi. 29-iyun kuni Toshkent viloyatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi oqibatida yuk avtomashinasi yonib ketdi. Bu haqda Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa soat 18:30 larda Toshkent viloyati Chinoz tumani hududidan o'tgan M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 848-kilometrida sodir bo'lgan. KAMAZ rusumli yuk transport vositasi Sirdaryo-Toshkent yo'nalishida harakatlanib ketayotgan vaqtida haydovchining rul boshqaruvini yo'qotishi oqibatida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, MAN rusumli yuk avtomobil bilan to'qnashuv sodir etgan. To'qnashuv oqibatida KAMAZ rusumli yuk avtomobilida yong'in kelib chiqqan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan o'chirilgan. Hozirda holat yuzasidan Chinoz tumani Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi, ya'ni transport vositalari harakati yoki undan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda ro'yxatga olishdan keyingi aholi soni aytildi. Ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, O'zbekistonda aholi soni 39 million nafardan oshdi. Bu haqda Statistika qo'mitasi xabar berdi. Ayni vaqtda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tmoqda. Matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, ro'yxatga olishning dastlabki natijalariga ko'ra, O'zbekiston aholisi soni 39 million 47 ming 321 nafarni tashkil etgan. Joriy statistik hisob-kitoblar bo'yicha ushbu ko'rsatkich 38 million 236 ming 704 nafar edi. Farq 810 ming 600 nafarni tashkil qildi, deyiladi hisobotda. Shuningdek, aholi soni 1989-yilgi ro'yxatga olish natijalariga nisbatan 2 barobarga oshgani ma'lum qilingan. Matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, umumiy aholining 97.3% ro'yxatga olingan. Aholining 2.7% esa turli sabablarga ko'ra ro'yxatga olish jarayonlarida ishtirok etmagan. Ta'kidlanishicha, mazkur ko'rsatkich xalqaro me'yorlar bo'yicha normal holatda ekani hisoblanadi. Ayrim davlatlar tajribasida ro'yxatga olish jarayoniga qamrab olinmagan aholi ulushi 10% va undan yuqori bo'lgan holatlar ham kuzatilgan. O'zbekistonda iyulda harorat me'yordan yuqori bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonda 2026-yil iyul oyida o'rtacha harorat me'yoriy qiymatlarda 1,5-2 darajaga, janubda 2-2,5 darajaga, shimolda va cho'l hududlarda 2,5-3 darajaga yuqori bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, iyul oyining boshi juda issiq bo'lmaydi. 1-5 iyul kunlari kunduzgi havo harorati 30-35 daraja atrofida, janubda 36-39 darajagacha bo'lishi kutilmoqda. Keyinchalik harorat ko'tarila boshlaydi va 1-10 kunlikning oxiriga kelib kunduzgi havo 37-40 darajagacha, janubda 41-43 darajagacha isiydi. Keyinchalik oyning oxirigacha havo harorati 33-38 darajadan 38-43 darajagacha, respublikaning shimolida, cho'l hududlarda va janubda ba'zi joylarda 45 darajagacha o'zgarib turishi kutilmoqda. Harorat kechalari asosan 20-25 daraja, janubda 25-27 daraja, shimolda va cho'l hududlarda 27-30 daraja bo'ladi. Iyul oyi davomida respublika bo'yicha asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat ayrim kunlarda respublikaning ba'zi joylarida asosan tog'oldi va tog'li hududlarda mahalliy xususiyatga ega bo'lgan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Oylik yog'ingarchilik miqdori me'yordan kam bo'lishi taxmin qilinmoqda.